Bugungi videoni odatiy video bo'ladi bular. Uni O'zbekistondagi hali hech qaysi youtuber chiqarmagan bo'lsa kerak. Bu manhut video bo'ladi va video davomida tushunib olasizlar. Sizlar bilan birgalikda Alibek. Tak, video boshlandi. Demak, men hozir manhut videoda Ender Dragon'ni yutishim kerak edi. Bu Minecraft Ender Dragon yo'qligi uchun Nether'ga borganimcha Alibek meni o'ldirish kerak bo'ladi. Alibek o'lsa ham meni o'ldirishga baribir harakat qilish kerak bo'ladi. Tak, hozir video boshlandi. Hozir men ochyapman. Tak. Alibek ancha orqaga qoldi. Sir. Chopamiz daraxtni. Yo, sen o'ldirib qutulamiz uni. Hozir o'ldiramiz uni, qutulamiz ana shu. Mana anchadan beri Alibek menga nima qila olmaydi. Qanaqa ismingiz chiqibdi? Alibekning ovozi yozib bo'linmagancha to'g'ri yozib olingan, lekin shovqin bilan uncha to'g'ri eshitilmagan. Hozir Alibek ismingiz chiqmayapti, men siz qanday topaman deb yozibdi. Man topish kerak edi, men ishim yo'q endi. Alibek o'zi PvP'da ancha zo'r edi. Men anchadan beri Minecraft o'ynamayapti. Baribir meni yutamaydi-da. Tak. Tosh qaziymiz hozir. Bizga toshlik narsalar yasab bo'laman hozir darrov. Ko'mir ham chiqdi menda. Hozircha menga ko'mir uncha kerak emas. Tak, bunda men toshdan o'zimga kerak narsalarni yasab oldim. Alibek meni ancha payt topolmasa kerak. Hozir men ancha uzoqqa spamdan ancha uzoqqa borib Alibekni o'ldirganim. Shunda kallam ishlab hozir Alibek meni topish qiyin. Shu paytdan foydalanib o'zimga kerak narsalarni, ovqatlarni yig'ib olaman. Alibek top kelsa ham yana bir marta o'ldirib yuboramiz. Shu bilan Nether'ga-da. Tak. Yo'qmi, shu payt Alibek kelib bo'lsa, lekin yomon bilasizlar. Tak, cho'chqa ham bor ekan, cho'chqalarni ham o'ldiramiz. Bizga go'sht kerak. Tak, bular men hozir yerda ostiga qarab qo'zayman. Ancha tosh ham olaman kerak. Men temir topishim kerak. Tak, bular men ovqat masalasini hal qilishim kerak. Hozir yugurmay qoldim. Ko'proq ovqat kerak. Yana yerda mol bor ekan, uni ham o'ldiramiz. Tak, hozir mol go'shtini ham pishiramiz. Uni yeb olamiz. Tak, endi molni o'ldiraman men. Shu Alibek men chopgan daraxtlarni topibdi. Shu mana yerda ham mol bor ekan, uni ham o'ldiramiz. Ko'proq go'sht olishim kerak. Sana mol. Go'sht ovqat masalasi hal qilyapti. 6 ta go'sht hozir menda. Taxminan menga anchaga yetadi bu. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 1K bo'lishingiz kerak. Ancha yaqin qoldi. Shunaqa kontent uchun Alibek bilan o'ynashni o'zi bilmadi. U Bantodan bilasizlar o'zi. Tak, o'sha uchun nima qilinglar? Like bosib obuna bo'linglar. Tak, bu yerda mol ko'rinmaydi, molni bo'lasi. Ovqat tushmaydi baribir. Tak. shularni
Bu yo'nalish Vallahi mana eshitdingizlar, hozir Alibek mani chopgan daraxtga nima qilgan, hozir ismimni ham kelayotgan bo'lishi mumkin, shuning uchun bu yerlardan ketamiz tinchgina. Alibek mani hali topilmasligi mumkin, qilishasa bo'laman. Beylar bersada rapordan ko'ra qilish kuchliroq. Mo'llarini ham o'lib ketamiz. Ali men oldimga kelsa ham baribir o'ldiraveraman. Bu baribir ham hozir men nima bo'ladi? Qiynash kerak Alibekni. Cho'chqalarni ham o'lib ketamiz. Bu Minecraft, bu bunga farq yo'q. Harommi, halolmi? Qarabchi, Minecraftda eng hayotda cho'chqa go'shtimayman. Hech qachon Minecraft yeyishim. Quyi ham o'ldiramiz, suvni ham o'ldiramiz. Bundan chiqqan hayvonlarni o'ldirib ketamiz. Tak, buni bitta qo'yib yuborganimni ham o'ldiramiz. Uni ham tak, kech tushyapti. Valla bu degani menga ancha foyda. Chunki Alibek kechishni juda yomon ko'radi Minecraftda. Yana shu zombilar ishini qilayotgan, zombilar umuman ish qilmaydi. Keyin payt shu Alibek o'ldirib ketishi ham mumkin zombilar. Lekin Alibek ham ancha kuchli o'yinchi, bot deb o'tirmanglar. 1-2 marta PP urishganimga necha yil o'ynadim. Qachon parkurda ancha o'ynamasam, ancha yaxshi o'yinchi Alibek. Tak, ular ona yerda qishloq bor, nima yaptir? Tak, lava bo'lib foydani omad qaraylar, omadni iti bo'llar. Ko'ryapsizlarmi? Sразу men portal yasab nima qilib ketishim mumkin, menga srochni semay kerakli. Temir bo'lmaydi, tak obunachi lozim, srochni temir topishim kerak katta tezlikda. Tak, temir topsam menga 3 donani shu 3 donani 4 donani tush temir kerakda, men temir topgandan keyin portal yasayman-da, keyin portal yo'qaman-da, surg'uraman-da va yutaman men. Valla tak, kirka teknik chuqurga ketishim kerak ancha. Shu yerdan tayyor ketadi bu yoqqa. Nima ekan nima edi bu? Gravitum bu nima edi shu? Qarachchi o'sha bor ekanda. Bu yoqqa qarab ketamiz. Tak. Men yanada chuqurroqqa ketishim kerak. Uncha balandlikda temir chiqmasa kerak. Tak. Yo, omadning omadi. Mandirim hali omadim kelyapti. Lekin haromi temirlar qayerda chiqdi? Beetrukkacha kavlab kelman. Onu patta. Kamon uyku yasan gülü. Kamon yapın. Hoş geldin. Ne mani versin de. Dur bir şeyler. Ha? Yorulmuş başka.
Mesela şu numara girer. Çöp tamam mı? Ko'p narsa kerak. Numara. Lopatka kerak. Nechta? Bitta, keyin cho'p kerak. Nima, cho'p emas, tosh kerak. Tosh deyman, daraxt. Vallahi hozir mana eshitdingizlar. Alibek kim qanaqa savollar beryapti? Tog'ni patdan maysa biladi deydi. Qayiq yasash uchun nima kerak deydi. Yoki zombilar bilan urushib nimadirlar qilyapti-da, meni topolmayapti. Mayli men hozir temirlarni shirib olaman-da. Keyin anavni ikki zarbada yo'q qilindi. Bir zarbada yo'q qilmadim-da, nimadan bildi? Tegmay qoldi. Bu yerda ham temirni oldik. Tak 6 ta temir bo'lsa, hozir menga nechta temir bor-da? Pechkalarni olamiz, baribir menga ovqat kerak emas. O'zi nezerga bo'rashapti. Bitta chelak yasadim, bitta chelak. Bitta bilan ham partiyasi bilan. Minecraft mazasi qo'yibdi-ku. Endi balanga chiqishim kerak. Qayerdan tushadim men? Tak, bu yerdan yo'q, bu yerdan temir oladimmi? Qayerdan tushgan edim? Tak, endi shuni tepaga qarab qozib chiqib ketyapmiz. Tak. Tak, bo'ldi, mana chiqib ham oldim. Tak, mana endi lavani oldiga kelamiz-da. Shuna zombini yo'q qilib yuboraylik birinchi. Tak, mana zombini yo'q qildik. Endi lavadan sal uzoqroqqa o'zim bilgan usulda yasayman. Speedrunlarmi qanaqadir usulda yasak, tengunda yasamayman-da shakaratchi. Suv oldim, tak, mana shu yerlardan yasash boshlayman. Vachchasan. Yo. Yo'lla bechora Alibek. Shu qayiqni yetib yasabdim, suvga cho'kib o'libdi. O'ligim kelib ketyapti shunday. Tak, men portal yasash qurilish ishlariga ketdim. Tak, chota menga 2 ta paqir kerak bo'lyapti. Shu temirlarni nima qilish kerak? Pishirib olish kerak. Suv nima men olib yuraman bu yerda. Bitta qo'yamiz-da, lavani olamiz. Qo'yib shunday. Tak, endi ana bu yerda bitta blok qo'yaman, bitta suvni qo'yaman-da, lavani olib kelamiz bu yerda. Yana olib tashlayman. Aloni o'ldirish qiyin, qanday o'ldirasan? Yer berdim. Qayerga yer ishlab berdim. Qo'ydim bilan o'ldirdim, hech nima bo'lmadi. Yomon joyini ya'ni. Sabrata. Mana Alibek o'ynamayman deyapti, shunga motivatsiya beraman bolaga. Endermenni o'ldiribdi. Uni tiliga yo'q bo'lib paydo bo'ladigan. Qarachi biz Alibekka motivatsiya beraman, chunki o'ldi, o'ynamayman. Shunaqa deyapti-da. Tak. Temirlarim pishdi, endi men paqir yasab olaman. Endi suvni ham, lavani ham suvni yerga qo'ymasdan turib olaman. Bolalar chotaman portalni to'qirib yubormadimmi? Nimadir neto qurgandayman. Baribir yo'q qo'yaylikchi. Shunday. Bitta blok qoldi qani. Mana. Yo, bo'la. Portalni qayerda qurmanku? Portal nima? Endi buzmaman men uni, boshqa portal quraman-da endi. Tani creeperni qaraylar. Yarimta jonim bo'ldi.
Portalni 3 ta blok balandlikda qurish kerak edi. Men 2 ta blok quribman. Короче, chichivori ishini bo'lib ketdi bu yog'i. Boshqatdan mana shu yerdan quraman. Bitta devorga qarab qurilgan bo'ladi-da mana. Qani boshladik. Tak, mana portal qurilyapti. Bu videoni sal kech videoga olishni boshlaymiz. Bo'lmasa men Alibek ham qo'shib, Alibekni ham qo'llash degan video ham olinasdi. Ariqqa cho'mildik, shunga vaqt ketdi. Mazza qilib cho'mildik Alibek bilan. Tak. Ana endi nima qilamiz? Alibek o'zi taslim bo'ldi, bunaqa qildim, o'ynamayman deb yotibdi. O'ynaqa endi shu videoni tugataylik deyapman. U hozircha nima qilyapti? Mening portal oxirgi blogi va portal ham qurildi mana. Endi portal yoqish kerak. Xullas Alibek o'zicha menga portal yoqishni o'rgatyapti. Tezroq yoqing, o'ynamayman, nima qilaman deb. Men Alibekni yaxshi bilaman yoqishni, vallah bunday qo'yasizlar. Daraxtni bunday maydalaysizlar. Shunday qo'yibsizlar. Ana bu yerdan bitta qo'yasizlar, tamom. Talchasi yondirsangiz, nezerga ketamiz. Ana men nezerdaman vallah, mana. Короче, men yutdim. Alibek nima bo'ldi? Uncha yaxshi o'ynayman, Alibek bilmadim. Vallah bu ikkinchi qismi ham chiqadi shunaqa videoni. Bu dafar Alibek yaxshi o'ynadi. To'g'riroqqa boraylik qani. Tak. Ayni o'limgacha o'shamiz. Ko'ndirgan so'zdan tepadan sakrab qo'ygan. Water drop qilishim ko'ryapsan sen. Qarasa. Mana shu ovozdan qo'ysamiz orqa fondagi qo'shiqlar ham onlayn bitta короче. Yanlarim. Hozir Alibek bilan o'limgacha urushmoqchimiz. Alibek bilan Bachani qo'yamiz. Mana, tamom. Bunchalik oson ko'ryapsan. Bunaqa qilib o'ynashda shu. Короче, hammaga xayr. Sizlar bilan birgalikda Snapcraft bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bu safar bo'lishimiz kerak. Yana bitta narsa, Alibekning kanaliga ham obuna bo'linglar. 100 ta bo'lsin Alibek ham.